Assalomu alaykum aziz turmushlar, charchamayapsizlarmi? Mana xudo xolasa biz xonamizda yana ishlar davom ettiryapmiz. Patirkalar qo'yganmiz. Mana xudo xolasa garagellarni tekis tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa bu gullar yonini tekislab olsak, inshaalloh najdaydi qilib bu yerda o'pishni boshlaymiz. Bu joyimiz nima bo'ladi degan savolga hozir bitta javob berib o'tamiz. O'rtalari qumlatachinto bo'ladi, chekkalari qumsiz atachinto bo'ladi. Bu ramkalar ichi ham qumlat atachinto bo'ladi. O'rtaga katta joyga vensenka qilib beramiz xudo xolasa. Qolgan joylar qumsiz atachinto bo'ladi. Hozir mana taroz ustini nima qilish kerak? Bunga ozgina bosh qotyapti. Ustini atachintoni sepib turib yo turlaveramiz yoki boshqa narsa qilishimiz kerak. Agar sizlarda qanaqa fikr bor? Agar sizlarda fikr bo'lsa, bitta bildirib o'tasizlar. Bu tomonimizga o'rtaga oyatal kursini yozib beramiz xudo xolasa. Chiroyli qilib atachinto bo'ladi, ustiga oyatal kursini yozib beramiz xudo xolasa chiroyli qilib. Kiyaklarimiz turli bo'ladi inshaalloh. Bizni kuzatib boringlar, xudo xolasa bu xonamizda chiroyli qilib bitganini qo'yib boramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.